Menga qara, Jo'xani o'ldirish kerak, eplay olasanmi? Bilmadim-da, janob, eplay olmasligimni. Nimaga bilmaysan? Bu yoqqa kel, men senga yordam beraman. Xullas, mana bu kolonkalarni ko'ryapsanmi? Bularni Jo'xani o'ldirishga nima aloqasi bor endi? Qarochi, Jo'xa bunda qo'shiq eshitadi va qulog'i kar bo'lib qoladi. Shunda janob mer buyurgan ishlarni eshitmaydi va janob mer qishloqdan haydaydi. Shunda biz qishloqni bosib olamiz, tushundingmi, tentak? Biratan tushundim, bo'pti, hal qilaman. Buni olishim kerak-da, bu yoqdan birinchi ko'tarib olishim kerak, tak. Bo'ldi, endi buni Jo'xani uyiniga olib borib o'sha yoqqa beraman-da, qarochi, ketdim. Xo'sh, bo'ldi, o'tkazib bo'ldim. Boy eshik taqilyaptimi? Kim taqillatdi? Kim bo'ldi ekan? Stop. Assalomu alaykum. Va alaykum, bolam, bu yoqqa bir yordam berib bor, bu yoqqa kel. Tushunmadim, siz kimsiz? Qarochi, men shu nimani kolonkalarni sotyapman, olmaysanmi? Qancha bu narxi? Bu $200. $200? Va $200. Xo'p, qimmat ekan-ku, menda pul yo'q hozir. Puling bo'lganda ol, mayli, men kutib turaman seni olishing uchun. Boshqa kishiga sotsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, men senga sotmoqchiman, menga yoqib qolding. Mayli. Bo'pti, pul topsang kelaman. Mayli, lekin bo'pti. Pul topsam olaman, lekin pul yo'q-ku menda. Mayli. Janob merdan so'rab ko'ray, balki qanaqadir ish bo'lsa, o'sha ishni bajarganim uchun menga pul berishi mumkin. Lekin nima qilaman kalonkani? Hayronman. Mayli, qo'shiq eshitlarman, balki aytgan janob merda uyi bu yoqda emas, bu yoqda ishxonasi bo'lgan. Uyi yo'q aytgan janob merda. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi Jo'xa? Nima, meni kutib turganmidingiz? Ha, kutib turgandim, ish bor senga. Qanaqa ish? Xullas, polizlardagi soliqlarni hech kim to'lamayapti, o'shani to'latish kerak. O'zim yig'ib kelaymi bor? Yig'ib kel, mayli. Faqat menga $200 pul berasiz. Nima qilasan? Bitta kolonka sotib kelgan ekan, o'sha olmoqchi edim. Ha, mayli, ol. Bunda unda olsam maylim birinchi. Mayli, ola qol. Unda $200 olaman, bitta ikkita. Bo'pti janob mer, men ishlarni boshlayman. Bo'pti. Mayli. Endi kolongani olsam bo'ladi. Endi qo'shiq eshitib kakras poliziklarni bussam bo'ladi, ya'ni yig'sam bo'ladi. Bilmadim, balki egasi ko'rmayapti, qayergadir ketgan shekilli egasi. Hozir pullarni keyin joylashtirsam ham bo'ladi. Birinchi ketmonimni olaman, chunki ketmon bo'lsa, qo'rqitib oldi Zobrat. Nima bo'ldi? Pul olib keldingmi? Olib keldim. Yuring chiqani ko'ramiz hozir. $200 deganmidingiz? $200. Mana $200 olingchi. Bo'ldi, birashga gap yo'q. Og'ing, kolonka senga, faqat mazza qilib eshit. Mayli. Bu qanday mazza qilib eshitish mumkin? Qanday mazza qilib eshitaman? Bilmadim, nima qilib eshitasan-da. Bo'pti. Tishingizga nima qilgan? Tilla qo'yganman, ko'rmayapsanmi? Ko'rinib turibdi. Tilla yashil rangda bo'ladimi? Bizdagi shunaqa. Mayli. Endi polizikil, birinchi o'zimni polizikildan boshlayman. Hozircha kolonkadan musiqa eshitmasam ham bo'laveradi, chunki agar hozir eshitsam, nimadir ish qilayotgan paytim chalg'ib ketadigan bo'lsam, keyin janob mer baqirishi mumkin. Qishloqdan haydab yuborishi ham mumkin. Xo'p, mana bu tomondagi sabzi ekinlarni ham yig'ishtirish kerak. Kartoshkalar ham ekinlar chotki. Xo'p, mana normali. Bu tomondagi sabzilarni ham yig'ishtiramiz albatta. Xo'p, bo'ldi va mana takoy. Endi qaytarib ekib chiqish kerak. Bu qatorda nima ekilgan? Bug'doy ekilgan shekilli. Bug'doylarni ekamiz qaytarib, chotki bu tomoniga kartoshka ekilganmidi? Nima ekilgandi? Kartoshka ekan rostdan ham. Mana chotki. Bu tomoniga sabzi ekilgandi. Ikki qator sabzi ekamizda. Sabzini to'liq ekib bo'lgandan keyin janob merga bor. Birinchi o'zimni soliqlarni to'layman, keyin qolgan jetellar soliqni yig'ishtirib chiqaman. Eshik bu yoqda ekan, mana. Xo'p, janob merdan $200 olgandan keyin uni ishini bajarish kerak edi. Ishni bajarmasa keyin haydab yuboradi. Xo'p, qani janob mer ishxonasi mana. Uyi to'q, navbatga turibdi shekilli. Nima ishi bor ekan? Nimaga kelibdi? So'rachi. O'zi so'rang, siz joningiz kelgan-ku. Bilmadim. Mencha don so'rab kelgan, chiqasi bor. Don topolmadi shekilli, chiqib ketmoqchi. To'xta, men bundan o'tib turay. Qanaqadir ish bilan kelgan ekan. Nima kerak senga? Senga don kerak. Madon. Don beraymi yana don beraymi? Menimcha to'ydi shekilli. Bo'ldi, bor endi. Men ortimda yuradimi endi bu? Kakras o'zim yaxshi shaxsiy to'g'im bo'ldi endi bu. Janob mer, o'zimni soliqlarni olib kelgandim. Joyiga qo'yib ketaver. Mayli, joyiga qo'yib ketaman. Mana. Bo'ldi, vsyo. Bo'ldi, ketaver, qolgan soliqlarni ham olib kelib to'la. To'xtangda, men mana shu qaniydi bug'doyni eshitaydi, 7 ta edi adashmasam. 7 tani olib ketayin, chunki men kerak, tovuqchamni olib ketaman. Qani tovuqcham? Tovuqcham ketdik, yur ortimdan. Tovuqcham olib ketishim kerak.
qolib ketdi, chiqolmayapti shekilli. Tovuqcha, hoy. Voy, chiqolmaydi. Endi qolib ketdi birdaniga. Mana qara, tomdan kelasan. Yur, ortimdan ke. Bu janob mer unda sizga bir sovg'a padarka grill qilib yeysiz. Xo'pmi? Mana urug'ini berasiz, mazza qilib yeydi. Bo'pti, boraver. Ha, mayli. Lekin o'zimga olmoqchi edim. Ha, mayli. Jetellar nima gap? Jo'xat ichmisan? Qo'lingdagi nima narsa? Bu kolonka. Qayoqda olding buni? Buni bitta qariya bobo berib ketdi. Obbo, bekor qilibsan. Nimaga bekor qilibman? Bu sehrlangan kolonkalar. Qanaqasiga sehrlangan? Короче, nima edi? Ovozini baland qilasan, qulog'ingni karqib qo'yadi. Keyin hech narsa eshitolmaysan. Aldama, alday olmaysan. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Sehrli kolonka degan narsa yo'q. Sehr yo'q-ku. Yo'q, sen ishonmayapsan, lekin bor narsa. Qanday ishonishim kerak bunga? Bu karaoke qilinadigan kolonka, ya'ni o'zing qo'shiq eshitib, o'zing ya'ni qo'shiq aytib eshitasan, karaoke qilasan, tushunyapsanmi? Tushundim. Demak, bu karaoke va o'zimda o'zimni eshitsam kar bo'lib qolaman. Ha, shunaqa. Yo'q, ishonmayapman lekin men senga. Ishonmasang o'zing bilasan, lekin men senga aytdim. Bo'pti, aytsang aytaver, lekin men baribir ishonmayman senga. Qanaqasiga o'zimda o'zimni eshitib turib, o'zim kar bo'lib qolishim mumkin. Yo'q, bo'lmagan narsa. Agar rostakasi shunaqa bo'lganda, buni nimaga sotardi menga? Buni sotmasdi. Nima uchun sotdi? Yo'q. Balki menga yomonlik, yo'q, qanaqasiga menga yomonlik tilashi mumkin? G'irt begona odam bo'lsa u. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Balki yo'q, bilmadim, xullas nimadir bo'lgan bo'lishi ham mumkin rostdan ham. Aytmadi-yu nimaga sotganini. Yo'q, yaxshisi jetel gapiga kiraymikin yoki janob merdan so'rab ko'rish kerak. Janob mer точно biladi, chunki qishlog'imizdagi hamma narsaga janob mer katta desam ham bo'ladi. Janob mer uyda o'tiribdi, ikkita chirik kartoshka olib bormaslik kerak. Janob mer olmaydi baribir. O'shaning uchun uzoqroq o'taveraman. Janob merdan so'rab ko'raman. Janob mer, tovuqcha chiqib ketmoqchimi deymana? Chiqib ketmaydi. Chiqib ketsang chiqib ketmaydi. Yana dom beramiz. Sen to'ymas ekansan, g'irt ochoqfat ekansan. Janob mer, bitta narsani so'ramoqchi edim sizdan. Nima narsani so'raysan? Короче, mana bu kolonkani olgandim bitta qariya odamdan. Nimaga olding buni? Axir tentak bu karqib qo'yadi-yu. Rostdan ham karqib qo'yadimi? Ha, bu sehrli. Yo'q, buni sinab ko'rish kerak demak. Kimdan sinaysan? Mana u tovuqcha sinab ko'ramizmi? U tovuq kar bo'lganini qayerdan bilasan keyin? Bu tomoni ham bor atak. Mayli, hozir nima qilsam bo'ladi buni? Buni o'rmon ichiga uzoqroq joyga borib ko'mib qo'ygin. Bo'lmasa qishloqdagilar talafot ko'radi bu sababli. Bo'pti. Unda musiqa qo'yib o'tirmay bunga. Bunga musiqa qo'yilmaydi o'zi, bu karaoke qilinadigan kolonka. Jetel aytgandi. Mayli, hozir men unda sog'liqlarni bu yerga qoldiraman. Keyin esa borib buni yo'qotib kelaman. Bo'pti, uzoqroqqa yo'qotib kel. Hech kim ko'rmasin iloji bo'lsa, eshitmasin ham. Mayli, bo'pti, janob mer, unda o'rmon ichiga uzoqroq joyga olib borib tashlab kelaman. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiring. Qani tovuqcha kirasan, marhamat, ichkari kirishing mumkin. Bu cho'ta janob merga hayvon bo'lib qoldi, ya'ni uy hayvoni, uy qushi bo'lib qoldi, uy tovug'i desam ham bo'ladi. Mayli, lekin karaoke rostdan ham quloqni kar qilsa yomon ekan. O'zim karaoke qilib eshitib ko'rmoqchi edim ovozimni, lekin bo'lmas ekan. Mayli. Tapor, kirka degan narsalar olayin. O'rmon ichiga uzoqroq joyga borib ko'mamanda qaytib kelaman. Bilmadim, nimagadir janob mer va jetellar yomonlashdi. Ham hayronman. Mayli, o'zlari biladi. Balki to'g'ri aytayotgandir, balki noto'g'ri aytayotgandir. Endi nima ham derdim, hayronman. Mayli. Xo'p, uzoqroq joyga olib borib tashlab ket dedi. Qayoqqa tashlasam ekan, uzoqroq joy. O'zi qishlog'imizda eng uzoqroq joy mana shu tomonda-da. Mana shu tomonga borib tashlashim hech kim bormaydigan joy. Lekin yo'l kelganda shu tomonga qizig'i. Yo'l kelmagan qanaqa yo'l kelmagan joyga olib borishim kerak edi-ku. Mayli, yo'l kelgan joyga o'tib, mana shu o'rtaga bir qo'yib ko'raymikan-a? Qo'yib ko'rsam kar bo'lib qolsam, yo'q, qo'ymayman. Kar bo'lib qolsam keyin sizlarga videoni kim qiladi? Tak, ana endi bu yog'ini tosh bilan toshli joyini kavlaymiz, kirka bilan. Menimcha anchagina chuqur bo'lib ketdi shekilli. Bu yoqni ochamiz, qaytarib qo'yamiz. Tamom. Endi tepaga qaytarib bu yoqni ko'mib ketishim kerak. Hech kim ko'rmasligi kerak albatta bu yoqni. Tak, bu tomoniga yer bloklar va okey. Bitta toshni uzoqroq joyga qo'yish kerak, hech kim bilmasligi uchun mana bu yerga. Bu yer hozir yomg'ir yoqqandan keyin yashil bo'lib qoladi yoki shu holatda ham yashil bo'lib qolishi mumkin. Keyin esa bu yerda nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Atak mazza qilib karaoke aytmoqchi edim o'zimni ovozimni eshitgan holatda, lekin bo'lmas ekan. Mayli, nechiva. Hozir borib janob mer buyurgan ishni davom ettiraman, lekin $200 prostida ketib qoldi, ko'rdinglarmi? Qayoqdan ham oldim shuni? Endi yana sotgan odam topib turib, pulimni qaytarib olishim kerak. Qayoqdan topaman, lekin topish biroz problemaga o'xshayapti. Mayli. Endi nima ham derdim?
sotib oldim, endi u pul ham egasiga buyursin. Borib turib pulni ololmayman. Balki u ham bilmagandir, o'zi bilmagan holatda menga sotib olgandir. Lekin qanaqasiga bilmasdan turib menga sotishi mumkin? U bilmasa nima qiladi menga sotib? Sotmasin deb bilmasa. Yo'q, nima qilishni ham bilmay qoldim. Sizlar kommentariy yozinglar, chiqar nima qilsam bo'ladi? Pulni qaytarib olaymikan? Yo borib o'sha odamni o'ldirib kel. Yo'q, o'ldirish yomon-ku. O'ldirmaymiz. Jazolash kerak, lekin aldab turib sotib olgani uchun. Obbo pastga tushib ketdi. Qanday chiqaman? Bu yerda aylanib chiqish kerak. Xo'p, 97-qishloqda bilasizlar, bu yerda Zayniddinning uyi bor, lekin 98-qishloqda yo'q. Chunki 97 bilan 98 ikkita qishloq, ikkita qishloqda bir xil uy bo'lish uchun Zayniddin ikkita bo'lish kerak. Bittasi 97da, bittasi 98da bo'lish kerak. Lekin unaqa emas. Xo'p, ana endi bu tomondagilarni ham olamiz va oxirgisi JTL nima edi? Короче, poliz ekinlarni yig'ishtirayotganimga qo'rqmang, qaytarib ekib qo'yaman. Janob mer soliq to'lashni buyurdi, ya'ni soliqlarni yig'ishtirib ketadi. Ha, tushundim. Aytgandi janob mer menga. Aytgan bo'lsa nimaga olib borib topshirmading? Tentak tezroq topshirish kerak edi. Mayli. Endi sanlarning joyidan ham bir o'zim ishlab chiqishim kerak shuncha joyga. Xo'p, mayli, hozir 2 qator kartoshka ekib beraman. Qochib tursang yaxshi bo'lardi. 3-qatoriga sabzi emas, sabzi ekilmagan, bug'doy ekilgan, bug'doy ekib beraman. Hop, mana bug'doy ekib ketaman. Bu yerda yana bitta qator bor ekan. Bu yerga kartoshka ekamiz. Yo'q, bu yoqqa o'zi kartoshka ekkan bo'lsa, bu tomonga sabzi ekilar ekan. Sabzini ekaman-da, narigi tomonga bug'doy ekib shu bilan ketaveraman, keyin JTL nomidan soliq to'langan bo'ladi shunda. Bu yerga yetmay qoldi, mayli. 11 ta bug'doy ham cho'ti yetmaydiganga o'xshayapti, chunki bu yer katta, anchagina katta poliz ekin ekan. Ya'ni poliz ekan, poliz ekin ekan bo'lmaydi. Ekin bo'lish uchun hosil bo'lish kerak. Tak, qochib turasizlar. Qochib tur. Janob mer olib keldim soliqlarni. Ha, joyiga qo'yib qo'yda, boraver, bo'ldi. Qolganlarini yig'ishtirib kelishim shart emasmi? Ha, yo'q, cho'ta ishi ko'pga o'xshayapti. Yo'q, ishim yo'q. Ha, kalonka nima qilding? Olib borib ko'mib keldim. Ha, yaxshi, unda bora qol. Bo'pti, mayli, o'zingiz bilasiz. Ish buyurmasangiz yaxshi ish qilmay o'tirar ekanman.